Sotuvga Onyx mashinasi kelganda egalar bilan sal narxini kelisha olmadik. E'longa qo'yib berayim bo'lmasa dedilar. Yili 2024-yil Premier pozitsiyada. Mashinamiz zavodskiy holatda turibdi. 9 oy tonirovka rashinalari bor. Salon holatlari. 14,000 kilometr yurgan Onyx Premier 6-pozitsiya, lyuk, hamma narsasi bor edi. Holati zo'r ekan. Chexollar, evakor polilar qo'yib qo'yilgan. Kraskalariga kelsak, mana shu arqa bagaj kraska bo'lgan ekan. Ichlari bus-butu. O'ng oldi krilosida ham kraskasi bor ekan. Narxini 14,800 ga qo'ydiribdilar. Naqdga yana ham savdosi bor ekan. E'lonlarimiz mutlaqo bepul. Bizdan nima ketdi, bir foydamiz tegsin deb qo'yib beramiz. Agar yoqqan bo'lsa, laykni ayamaysizlar. Murojaatchi nomer qoldiramiz. Avtokreditga chiqadigan narxlarni video davomida qo'yib qo'yamiz.